Bismillahirrohmanirrohim. Bugun bizda hayotimizdagi eng xavfli, eng chuqur, eng ashaddiy dushmanimiz haqida gaplashamiz. Mana har birimizning oramizda qaysidir paytda g'alatiroq holatga tushib qolamiz, inju bo'lib qolamiz. Ana qanaqadir bir xil aytadi, jinim kuymaydi deyishadi, kimlardir yomon ko'rib qolamiz. Vaqti bilan o'zimizni g'alati holatga tushiramiz, qolamiz. Yolg'izlikni xohlab qolamiz. Yolg'izlik deganda ikki xil tushunish mumkin. Alloh bilan yolg'iz qolish holati bu boshqa. Umuman hech kimni yoqtirmay qolish holatidagi yolg'izlik boshqa. Mana shu ma'noda aytmoqman. Bir qadam oldinda yurgan, siz yurishingizga bir qadam tashlamoqchi bo'lganingizda, u sizni o'sha joyda, aynan o'sha joyda qulog'ingizga shivirlab, yo'l to'xtatib turadigan dushmanlik haqida gap ketyapti. U niyatni buzadi, ixlosni sindiradi. Yuragidagi umidingizni so'ndirib, sizga shunaqa gaplarni gapiradiki, men hozir aytib chiqaman, kimda shu holatlar bo'lgan, kommentariyda yozasizlar, tamommi? Nimadir ibodatni yo'lga qo'ymoqchi bo'lgansiz, yoki qanaqadir ishni boshlamoqchi bo'lgansizlar, nimalardir qilmoqchi bo'lgansizlar, eslab ko'rsanglar, mana o'tmishinglardagi vaqt, anaqa o'tayotgan vaqtda ibodat bo'ladimi, bir ishni yo'lga qo'yish bo'ladimi, farqi yo'q. Nimadirlarni amalga oshirmoqchi bo'lgansizlar. Endi eshitinglar, men hozir aytaman-da, shu narsalar sizlarda bormi? Borlik kommentariyda yozasizlar. Ichingizda shunaqa gap keladi, bir ishni boshlamoqchi bo'lganda, hali vaqt bor. Ertaga qilarsan, keyin boshqa kunda qilarmiz, boshqa yo'lini toparmiz. Senga bu shart emas, yoki sen uchun emas. Buni Alloh o'zi istaganlarga beradi. Yoki bo'lmasam, yana shunga o'xshash gaplar. Pastga tortuvchi. Mana shunaqa holatlar bo'lganmi? Bo'lganlar kommentariyda yozib qoldiringlar. Bu ichki holatdagi ovoz deb aytiladi. Ya'ni nafsning ovozi. Ichki holatdagi ovoz insonni ko'rinmas zindonidir. Mana o'sha sizlar har biringlar bilasizlar. Masalan, ko'p marta hayotini o'zgartirmoqchi bo'lganlar, e'tibor beringlar. Qancha vaqt o'tayotganda orasida esdan chiqarib yuborganlar juda ko'pchilik bo'lgan. Yana ahamiyatsiz deb qoldirib qo'yishadi. Hech nima bo'lmaganda yana yo'lda davom etaverishadi. Shu holatlar bo'lgan, to'g'rimi? Yoki ibodatni sifatini oshirmoqchi bo'lganlar, balki ruhiylarni poklamoqchi bo'lgandirlar. Yana ham. Lekin bir narsa bunga yo'l bermaydi. U qalb emas, ruh emas, aql emas. U aynan nafs bo'ladi. Bu ichki qarshilik sizga shunaqa deydi, hozir boshlay olmaysan, vaqting yo'q, mana darslaring bor, anu bor, bu bor. Sendan chiqmaydi. Oldin sen tushunib ol, oldin sen o'rganib ol, senga hali bor. Keyin o'zing bilan vaqt keladi ishlashni. Hayot qiyin-ku, senga ruhan rivojlanishni qo'yib tur. Hali bir ancha vaqt o'tyapti, mana bilan qilib olgin, vaqt keladi. Shunaqa holatda bo'lganmi? Shunaqa qilib yillarni o'tkazib yuborganinglarni sezmay qolasizlar. Insonga umr bir marta beriladi. U umrdan biza imkoniyatdan umuman Alloh taolo shunaqa imkoniyatlar bilan yuborganki, ana o'sha imkoniyatlarni hozir ko'ra olishimiz kerak edi. Hozir o'zida ko'ra olmayotganimizning sabablari bu mana shu dushmanimizdagi quloq solib qo'yayotganimizdan. Har kuni hamma joyda aralashayotganini kuzatishni bilmayapmiz. Kuzatishni bilmasligimizning sababi ilmsizlikdan kelib chiqadi. Natijada unga quloq solib qo'yganidan keyin ilmsiz holatida davom etib ketadi. U nima uchun yashayotganini bilmaydi, nima uchun dunyoga kelganini bilmaydi. O'zini o'rganishga umuman har kuni vaqt ajratmaydi. Kunlar shunaqa qilib o'tib ketadi. Inson umri falon joyga borib qolganda o'tiradi keyin. Afsus, nadomatdan u yoqqa o'tolmaydi. Nega odam o'zini o'zi to'xtatadi? Hayotingizda ikkita kuch bor. Birinchisi shu ruhiy yangilanishni, o'zgarishni, oldinga qadam tashlashni.
Olloh tomon yaqin bo'lishni, yurib borishni xohlaydi. Nurni, ilohiylikni, haqiqatni qidiradi, ruhiy. Ikkinchi kuch bo'lsa, nafs o'zgarishdan qo'rqadi. Nega? Chunki o'zgarish uning uchun o'lim hisoblanadi. U bir joydan qimirlashni xohlamaydi, yurishni xohlamaydi. Darrov yurishga harakat qilganingizda, buni haligi aytganimdek, oldingizga bir qancha qo'rquv voqealarni olib kelib, u bo'lib qolsa, bu bo'lib qolsa degan gaplarni olib kelib, sizga bir qancha bahonalarni, variantlarni tahlil beradi. Nafs uchun eng qulay holat sizni ruhiy uyquda uxlashingiz, ruhan uxlab yotgan holatingiz unga ma'qul. Tushunyapsizlarmi? Aslida sizni to'xtatayotgan hech qanaqa to'siqlar yo'q, bunday olib qaraganda. Sizni to'xtatayotgan to'siqlar bu ichkarida sodir bo'ladi oldin, keyin tashqariga chiqadi. Uni ichki ovozni sizlar ikki xil holatda kelishini ajratib bilishinglar kerak. Birinchi ovoz bu nafsdan bo'lsa, ikkinchisi o'z asl fitratingizdan keladi. Mana shularni sizlar shoshmagan holda uni filtrdan o'tkazib, ana undan keyin uni qabul qilishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni aytmoqchimanki, u ichimda shivir-shivirlayotgan ovoz qaysi bir ovoz deb ajratib bilishinglar kerak. Nafsimnikimi yoki meni asl fitratimnikimi deb. Nafsdan bo'ladigani shoshma-shosharlik bilan birinchi o'rinda lop etib oldinga chiqib keladi. U kutib o'tirmaydi. Oldinga tiqilmasdan o'ladi u. U nimadir ishlarini amalga oshirishda doim oldinda turadi. Sizdan bir qadam oldinda yuradi. Shu bitta nimadir ish yoki ibodatni boshlayotganingizda nima sababdan oxirigacha yetkiza olmay yarim yo'lda chala qoldirib qo'yasiz. Yetkiza olmay harakatga kelmoqchi bo'lasiz, lekin ichingizda nimadir to'sib turadi. Boshlashga, davom etishga. Nima uchun o'sha ibodatda lazzat yo'q bo'ladi? Yaxshi niyat bor, keladi, lekin bir necha vaqt o'tib yo'qoladi. E'tiborsizlik kuchayadi. O'ziga ishonmaslik. Ana erta boshlayman, mana erta boshlayman. Shunaqa qilib inson kunini yo'qotgani qoladi. Bu Allohni sizga yuborgan ogohlantirishi bo'ladi. Ya'ni qanaqa ma'noda deganda, bo'l, bandam tur, o'zgarish vaqting keldi. Qilib qo'ygan rejalarim bor sen uchun degan ishorasi ma'noda. Tushunasizlarmi? Alloh taolo har bir kunni bizga imkoniyat sifatida berib qo'ygan allaqachon. Biz mana bu miyamizdagi to'siqlar sabab ko'ra olmayapmiz. Mana bu doim yo'ldan urib turgan ashaddiy dushmanimiz bor-ku nafsimizda. Shunga chalg'ib qilishimiz kerak bo'lgan, Alloh tomon yurishimiz kerak bo'lgan, bajarishimiz kerak bo'lgan ishlarimizni to'xtatib, unga quloq solib qo'yib, vaqtdan yutqizmoqmiz. Aslida ertalab har kuni uyg'onganingizda har bir kun etadi. Sen uchun imkoniyat, bugun mendan foydalanib qolgin. Bu kunni hisobini berasan, to'lovi bor ertaga degan ma'noda. Tushunyapsizlarmi? Agar Alloh taolo hozir bizdan ko'zimizdan dunyoni haqiqatini ko'rsatib qo'yganida, misol uchun Alloh taolo, ya'ni hozir bizda parda to'silganda, parda to'silganini sababi Allohning marhamati bu bizga. Bandam qo'rqib ketmasin degan ma'noda parda to'sib qo'ygan. Agar Alloh taolo u pardani ko'tarib qo'yganida, biz majburiy ravishda ibodatlarni yoki qaysidir ishlarimizni yoki dunyoda qilib ketishimiz kerak bo'lgan amallarni majburiy ravishda bajargan bo'lardik. Ko'rib turib uni dahshatligidan, dunyoni haqiqatini ko'rib turib dahshatligidan uni qo'rquvga tushib bajarishga kirishib ketgan bo'lardi har kuni. Xuddi inson mana o'limi yaqinlashayotganda aniq bo'lgandachi, mana shu vaqtda bir oy ichida o'lasan desa, misol uchun doktorlar inson harakatga tushib qoladi-yu, shunga o'xshab. Tasavvur qilinglar. Shuning uchun bizda agar o'sha dunyoni haqiqatini, mana hozir Allohning mehribonchiligi bu. Ya'ni bandam qo'rqib ketmasin deb dunyoni asl haqiqatini yashirib qo'ygan. Bu inson vafot etadigan vaqtida parda ko'tarilganda asl haqiqatni ko'radi. Hatto boradigan joyini ham ko'radi. Jannatga tushishini ham, do'zaxga tushishini ham ayon bo'ladi. Mana o'zingizlar ham bilasizlar,
bu haqida ma'lumotlar olgansizlar. O'shaning uchun har bir kundan biza iloji boricha imkoniyatlardan foydalanib qolishimiz kerak. Keyin ertaga kech bo'lgandan keyin bu imkoniyatdan inson vafot etgandan keyin afsus nadomatda qolarkanki, har bir kun u uchun imkoniyatligini ko'rib foydalanib qolmagani uchun. Chunki Alloh taolo bizga bizani bu dunyoga yuborishdan oldin qat'iy maqsadli ustida yuborgan. Ya'ni o'zi aytgan, bandamni o'ynab behudaga yubormadim dunyoga, deyapti Alloh taolo. Qat'iy maqsad ustida yaratdim, ya'ni yubordim. Mana shu aytganimda o'sha inson anaqa uyg'oq holatda yurish kerak, har bir holatda. Haligi aytganimdek, nafs bizani uxlatib, alla etib uxlatib qo'yadi. Tushunyapsizlarmi? Ko'rmay qolamiz. O'shaning uchun biza doim hushyorlikni lozim tutgan holda, hozir masjidda mana gap qattiq qaysi birdan kelyapti deb analiz qiladigan bo'lishimiz kerak. Ichimizda aylanib yuradigan fikrlarni, ya'ni nafsdan kelyaptimi yoki bo'lmasam asl fitratimdan kelyaptimi? Agar biz buni tafakkur qilib o'ylab ajrata bilsak, ana o'shanda bizni hushyorlikni yo'qotmagan holda o'sha qabul qilsak, ya'ni nafsini qabul qilmasdan asl fitratini qabul qilsak, ishoninglar, hayotinglardagi ma'nolarni ko'rishni boshlaysizlar. Inson ma'nolarni ko'rmayaptimi? Bo'ldi. Unga zerikarli tuyulaveradi hayoti. U hech qachon qoniqmaydi. Doim ichida norozi hislari bilan yashab o'tadi. Bu esa borib nima bo'ladi? Vafoti paytida shu omonatni bo'lgan omonatiga sadoqatli isyon qilgan bo'lasiz. Ya'ni bunda siz Alloh taologa nisbatan isyon qilganingizni sezmay qolasiz. Ya'ni sizga Alloh taolo qarang qanaqa yuborgan. Tasavvur qilinglar, chaqaloq bo'lib dunyoga kelganinglarda. Bitta misol uchun nima bilan misol keltiraylik hozir. Oppoq qog'ozni olinglar. Yep-yangi, chizilmagan, g'ijimlanmagan, bukilmagan holatida. Mana shunaqa top-toza oppoq holatga keladi inson. Endi tasavvur qiling, Alloh taolo mana seni qanaqa yuborgan edi, mana shu bukilmagan, chizilmagan holatda. Sen nima qilding demaydimi? To'g'rimi? Men sizlarga u qog'oz bilan ta'riflab beraman insonni asl holatini. U shunday shaffof bir anaqa nurli holatga keladiki, uni inson o'ziga o'zi mana sal yoshi o'tib kattaroq bo'lib borgan sari miyada butun ma'lumotlar to'plagani sayin kerak emas, bo'lmas behuda narsalarni yig'ib borish bilan o'ziga musur taxlaydi miyada. Kerak emas narsalarni. Mana shuni oqibatini, mana shuni natijasida oxiri qalbga o'rnashadimi? Keyin u sekin qozonda qaynab chiqishni boshlaydi. Qaynab chiqqanda deganda, masalan, sho'rva qaynatayotganingizda yuzida ko'piklari qaynab chiqadi-yu, yuziga chiqadi butun kirlari, ha? Xuddi shunaqa bo'lib chiqib keladi. Sizlar yig'ilgan anaqalar ham o'tmish yillarda butun yig'ilgan yomon illatlar. U yomon illatlar qayerdan keladi deganda, o'sha atrofingizdagi odamlardan, muhitdan, do'stlardan, oiladan, mana shulardan o'tgan xulqlar orqali o'ziga nima qilganingizda u yig'ilib boradi. Shuni hisobiga insonni hayotida hech ham yaxshi tomonga o'zgarish bo'lmaydi. Nega hayot o'zgarmaydi? Chunki inson muammosini real qabul qilmaydi. Odam ko'p narsani bilib yuradi, lekin uni yuragi ishonmaydi. Yurakni ko'ryapsizlarmi? Bu yerda qalb kichkinalashib boradi. Kichkina bolalik payti keng. Nima uchun bolalar beg'ubor bo'ladi? Bolalik paytda qalb keng bo'ladi. Miyada hali hech nima to'planmagan bo'ladi. Shuning uchun ularda xafagarchilik, adovat degan narsalar bo'lmaydi-da bolada. Bolalarcha faqat keng, anaqa tasavvuri keng bo'ladi-da ularni. Butun qalbi bilan mana o'zingizlar yoshliginglar boshqacha bo'lardi-ya, yoshligingizda boshqacha bo'lardi-ya deysizlar.
Tasavvur qilib eslab ko'ringlar, 3-4 yoshinglarda, 5 yoshinglarda qanaqa bo'lgansizlar, har biringlar o'zinglarga yarasha ana bir sharoit, yaxshi payt o'tgan. Keyin sekin katta bo'lgandan keyin o'sha ma'lumotlar to'plangan sari miya kattalashib boradi. Qisqa qilib aytganda, miya kattalashgandan keyin qalbdagi holat kichkinalashib boradi. Ana, ko'ryapsizlarmi? Tasavvur qilib tug'ilganda qanaqa bo'lib kelganmizni. Men o'shani qog'ozni bekorga sizlarga keltirmadim. Misol tariqasida oppoq bukilmagan qog'ozni. Keyin sizlar uni yillar o'tib chidasizlar, buklaysizlar, g'ijimlaysizlar, oxiri nima holatga keladi? G'ijimlab axlatga otiladi qog'oz. Insonni ham holati xuddi shunaqa bo'ladi agar mana shuni miyaga yig'ib borgan sari. Allohning nazdida qadrsiz insonga aylanadi. Tushunasizlarmi? Allohning nazdida qadringizni bilishi kerak aslida. Qadringiz qanaqa Allohning nazdida? Mana asl fitratingizga qaytishingiz siz qadringizni bilgan bo'lasiz. Asl fitratingiz qachon uni bila olasiz? Qachon nafsingizni taniganingizdagina asl fitratingizga qaytgan bo'lasiz. O'shaning uchun sizni hayotingizda o'zgarish nima uchun kelmayapti deganda, o'sha chunki niyatingiz ham, tiningiz ham parokanda. Ruh qarshilikka yutqizyapti. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun nafs barcha kuchi o'z qo'liga olib bo'lgan. Shuning uchun sizlarda mana bunaqa notinchlik, qalbingizda g'alati, o'zinglarni g'alati his qilish holatlari bekorga bo'lmayapti. Insonda yo'nalish yo'qligi sababidan ham nima uchun hali aytdim-ku, nima uchun yashayotganini bilmaydi, nima uchun dunyoga kelganini bilmaydi. Maqsad yo'q, maqsad chala. Chunki siz yengillanishga ta'minlangan holda qadam qo'ymayapsiz. Odam o'zgarishni o'zicha qila olmaydi. Ilm olib yo'liga tushsa, unga yo'l xaritasini chizib beruvchi kerak bo'ladi. Mana misol uchun bizada bunga chilla kursimizdan aytib bo'ladi. Yaqqol misol. Nima uchun chilla ishlaydi? Bunda chillada 40 kun davomida fikrlar tozalanadi, nafs jilovlanadi, ruhiylar kuchayadi, ichki qarshiliklar sinadi. Ya'ni sizlarga bo'layotgan vaziyatlarda haligi odat bo'lib ketgan-ku, o'tmish yillardan beri odat bo'lib kelayotgan narsa, ya'ni nafsdan bo'ladi. Ana o'sha ichki qarshilik deb aytiladi. O'sha sinadi. Ibodatga lazzat qaytishi boshlaydi. Keyin ichki holatda tartib paydo bo'ladi. Odam o'zini ko'radi bu vaqtda, anglaydi, uyg'onadi. Mana shuning uchun chilla bu go'yo kalit unga. Sizda yillardan beri ochilmagan eshikni ochadi. 40 kunda o'sha inson tinimsiz ishlagani oqibatida o'zini tanib boradi. Sekin-sekin ochilish bo'ladi. Ungacha esa u maslahat oladi, motivatsiya kerak bo'ladi, sabr bilan yashab keladi. Ammo haqiqiy o'zgarish amaldan boshlanadi. Xo'p, endi mana hozir tushunib oldinglar. Endi nega sizda ibodatda lazzat sezmayapsiz, topmayapsiz? Ko'pchilikda bu holat bor, to'g'rimi? Bo'ladi ko'pincha. His qilmaslik, sezmaslik, xushu yo'q. Umuman olganda ham har holatda ibodatda lazzat topmayotganingiz sababi ruhiy qulflar hisoblanadi va ruhiy qulflar bu chillani sizga men bekorga gapirmadim. Aynan shu chilladagi holatlar ochib beradi. Ruhiy holatingizni, nafsni jilovlaydi, qo'lga oladi. Uni sekin uni ko'radigan holga keltiradi. Qaysi joyda nafsni o'yinlarini ko'radigan holga olib keladi chilla. Shu odam hamma holatda, ya'ni namoz o'qiydi, duo qiladi, zikr qiladi, lekin qalbi xodimdir. O'shaning uchun lazzat his qilishi yo'li aynan mana shu chilla usuli qo'l keladi. Ibodatga lazzat ruhning eng katta ne'mati hisoblanadi. Alloh ibodatni majburiyat sifatida emas, ruhni nurga qovushish vositasi sifatida bergan. Dunyoda shunaqa insonlar borki, namozga kirsa, ko'zi yoshdan to'xtamaydi. Yuragi, qalbi larzaga kelib o'qiydi. Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimda ham aytgandek buni. Ilohiy muhabbatni his qiladi, sezadi bular. Ammo aksariyat odamlar uni ibodatni bajarilishi kerak bo'lgan odat deb bilishadi. Aylantirib qo'yishgan, shunga ham odatga aylantirib qo'yishgan. Shuning uchun u lazzat bermaydi.
lazzat topish uchun birinchi navbatda insonni qalbi uyg'oq bo'lishi kerak. Hop, qalb nega uyquda bo'ladi? Qalb uyquga ketganini sababi 3 ta sababi bor. Birinchisi g'am va xavotir qalbni toraytiradi. Ko'p o'ylayverganidan, ko'p xavotirlarga tushirganidan u odamga qalbiga nur tushmaydi. Ikkinchisi ixlosni yemiruvchi kichik lekin Allohdan uzoqlashtiradigan ba'zi oddiy ko'ringan ishlar ham kiradi. Masalan, deylik, keraksiz gaplar, behuda gaplar. Oddiy mana o'zinglar o'rtoqlarning ichida, qarindoshlarning ichida o'tirganinglarda nima haqida gap ketyapti? Mana shundan bilsanglar bo'ladi. Kimlarnidir yuragi siqilib ketsa, bu yaxshi. Ortiqcha keraksiz behuda gaplardan. Kimlarnidir yoqib ketyapti, u bu, ya'ni palon bo'pti, piston bo'pti, ani mana qo'yibdi, ani to'y qilayotgan ekan, bu qilayotgan ekan, yoki ani tug'ibdi, bu o'libdi. Mana shularga nisbatan eshitish anaqa kuchayyaptimi? Demak, nafsinglar shu darajada o'sha narsadan kerak emas, behuda narsadan dopamin olib qo'yganini belgisi hisoblanadi. Shuning uchun ibodatlarda huzur yo'qoladi. Ya'ni u tomonda energiyasi uzilib, bu tomonga ulanadi. O'sha keraksiz gap, qo'pollik, ko'p qahr, kechirmaslik va mayda gunohlar. Mayda gunohlarga hozirgi paytda juda e'tiborsiz bo'lib qolishgan odamlar, uni iloji boricha o'sha ham gunohu degan ma'noda juda e'tiborli bo'lish kerak. Bu ham o'g'irlaydi. Ibodatni lazzatini bu ham o'g'irlaydi. Inson Alloh bilan bog'lanishda shijoatsiz bo'lsa, ruhi uyg'onmaydi. O'sha ibodatda lazzat yo'qligi jazo emas, belgi. Aksar odam o'ziga o'zini shunaqa o'ylashadiki, Alloh meni yaxshi ko'rmay qo'ydimi degan. Mana ko'rasizlarmi? Bu ham, ya'ni mendan qabul bo'lmayapti. Mana shu holatlar nafsni, insonni tushkunlik nimasiga tushirib qo'yishidan bo'ladi. Ya'ni umidsizlik paydo qilib tushirib qo'yuvchi nafsdan bo'ladi. O'zi men ma'naviy jihatdan qanaqa odam ekanman? Bu haqiqat emas. Alloh taolo bandasini tashlab qo'ymaydi. Ibodatda lazzat yo'qligi bu unga ishora, ya'ni sizni qalbingiz tozalanishiga muhtojligini bildiradi. Alloh taolo men seni kutyapman degani bo'ladi bu. Ruhiyatingga muhokama kirib, menga qaytishing uchun yo'l och deyotgan bo'ladi Alloh taolo. Tushunyapsizlarmi? Ana shuning uchun bizda belgi sifatida keladi, ya'ni Allohdan signal sifatida keladi bu ichimizdagi holatlar. Lazzat qaytishini nima to'sadi? O'sha ichki shovqin, ya'ni nafsni gaplari ong qichqirib turganda qalb aralasha olmaydi. Shovqinli ong ibodatni dushmani hisoblanadi. Nafsni hirsi esa nafsni hirsi va istaklari, xohishlari qalbga qulf soladi. Amalni doimiy bo'lmasligi, bugun bor, ertaga yo'q. Bunday holat lazzatni bu ham o'ldiradi. Shuning uchun ruhiy hayotini rejasiz yashagan odam ibodatda lazzati tuymaydi. Shuning uchun ibodatda lazzat qaytishi uchun aynan oldingilar bekorga anaqa 40 kunlik chillani saqlab kelishmagan. Bu 40 kunlik chilla tezroq o'zi mustaqil bajarganiga qaraganda ustoz bilan bajarishdagi 40 kunlik tezroq bo'ladi, tezroq amalga oshadi, tezroq qo'lga oladi, tezroq hayotida o'zgarishlar bo'ladi, tezroq o'zi yaxshi tomonga, ijobiy tomonga o'zgaradi, tezroq o'zidagi yomon odatlardan qutuladi va tezroq yaxshi
insoniy fazilatlarni o'zida mujassam qilishni boshlaydi. Ibodatda lazzat tez paydo bo'ladigan narsa emas, bu qalbni sekin asta yuvilishiga qarab o'zi seziladi. Bu qavatma-qavat pardalar yechilishi kerakda, yillar davomida yig'ilib qolgan mayda-chuyda narsalar bor. O'shalarga shu darajada qabul qilib qo'yganimizni hisobiga vaqt kerak bo'ladi. 40 kun, aynan 40 kun qalbni yuvish uchun mukammal davr hisoblanadi. Shuning uchun ham o'sha o'tgan oldingi avliyolarimizni va ulamolarimizni 40 kunlik amaliyotga katta ahamiyat berishgan. Siz o'shaning uchun 40 kun davomida chillada fikr tozalanadi, nafsda jilolanadi va qalbga sekin asta harakatingizga qarab nur tusha boshlaydi. Buni o'zingiz ham his qilasiz, sezasiz. Ixlos qayta tug'iladi, inson shijoat paydo bo'ladi, imkoniyatlarni ko'rishni boshlaydi. Allohni his qilish ne'matiga sazovor bo'ladi. Chilla xuddi shu muhitni yaratadi. Ibodatdagi lazzat bu xuddi insonni telefondagi batareya boru, insonni ruhiy batareyasi. Ibodatda huzur topgan odam o'sha haqiqiy sakinatni topadi. Ya'ni o'sha 40 kunlik chillani amalga oshirganda ko'ngli kengayadi, fikrlari ravonlashadi. Keyin haligi sizlarga katta bo'lib ko'rinayotgan muammolar bor. O'shalar sekin kichkinalashib barham topib, o'zidan yo'q bo'lib ketadi. Qalb sekin asta muhabbatga to'lishi boshlaydi. Allohga yaqinlashayotganini qalbi orqali sezadi. O'zidagi qo'rquvlaridan ham bartaraf bo'ladi. Chunki Alloh taolo ko'tarib qo'yaman deganda, agar bandam men tomonga yurib kelsa, men undan butun g'amginlikni ko'taraman, qo'rquvni ko'taraman degan. Bunaqa lazzatni birorta bir dunyoviy nima bera olmaydi. Allohdan keladigan huzuri. Shuning uchun men qullarimni qalbida joylashganman degani bejiz emas. Mana hozir sizlarga iloji boricha bu mavzuda tushuntirishga harakat qildim. Endi hozir sizlarga bir narsani ham tushuntirib o'tmoqchiman. Ya'ni bizga Alloh taolo bergan vaqtni hozirgi onda yashab qolishimiz kerakligi haqida. Chunki mana necha yillar mobaynida o'rganib qolganmizda, ertaga, indinga, 3 kundan keyin, 4 kundan keyin degan narsalarga. Oldingilar hozirgi on bilan yashab qolganda bekorga yetishmaganda. Shuning uchun bizga ertalab uyg'onganimizda Alloh taolodan bizga imkoniyat bo'lganini va o'sha kundan boshlab o'sha rejalar qilib, kechgacha nima ishlar qilishimizni nima qilib chiqishimiz kerak. Har kuni uyg'onganimizda ertalab kechgacha nimalarni bajarishimiz kerak. Mana shuni rejasini qilishimiz kerak. Va shu reja asosida har kuni olib borsak, ana shunga yarasha bizda natija bo'ladi. Chunki Alloh taolo 24 soatni bekorga bermagan, taqsimlab. Bizi uni orasida qattiq ketib qolyapti. Ya'ni bizga kelayotgan energiyani biz to'g'ri sarflamasak, ya'ni o'zini joyiga ishlatmasak, keyin bizda mana bunaqa holatlar sodir bo'lishi boshlaydi. Ya'ni yoqimsiz vaziyatlar, yoqimsiz holatlar. Bekorga bo'lmaydi shu holatlar. Insonni o'sha oldingi holatidan kelib chiqib bo'ladi. Tasodif degan narsa yo'q. Inson bu dunyoda o'sha oldingi holatlariga yarasha, masalan, sizning tushunchalaringiz qanaqa dunyoda, kimgadir nisbatan tushunchangiz, gumoningiz qanaqa, mana shu doirada yashayapsiz. Mana shu aqlingizdan tashqariga chiqmasdan shu doirada yashayapsiz. O'shaning uchun haligi gapni ham bekorga aytmadim. Alloh taolo qat'iy maqsad ustida yaratib bizani
yubormagan deb bizaga iste'dod, talant, qobiliyatlar bilan yuborgan. Buni biza tushunishimiz kerak. Ilm olamizda ba'zi bir joylarda ahamiyatsiz bo'lganmiz. Ya'ni e'tiborsiz bilan o'z ustimizda ishlash kerakligi haqida bosh qotirmaymiz. Bosh qotirganga yarasha izlanib yo'liga tushish kerak. Ya'ni men o'zgarishga qaror qildim bugundan boshlab deb qarorni kuchli qo'yish kerak. Niyatni mustahkam qilish kerak va shunga yarasha rejalarni qilish kerak. Misol uchun qancha vaqtda qanaqa bo'lishni xohlayapsiz? Shuni anaqa maqsadini aniqlab olib, shunga yarasha yo'llarni, xaritasini chizib olish kerak. Mana shunga yarasha inson harakatda bo'lib, izlanib, har bir kunni rejasi bo'lgani kabi natijasini ham ko'rib boradi. Shuning uchun bizga berilgan vaqtdan iloji boricha foydalanib qolishimiz kerak. Vaqt vosita, sabab emas. U o'zgartiradigan kuch emas, u oyna. Insonni qandoq bo'lsa shunday ochib qo'yadi. Agar inson ongli ravishda harakat qilmasa, vaqt uni tuzatmaydi, balki muammosini chuqurlashtiradi. Tasavvufda ham shunga yaqin ma'no bor. Hol o'zgarmaydi, toki inson niyati va amali o'zgarmas ekan. Ya'ni nafs bilan kurash bo'lmasa, yillar faqat sanoq bo'lib qoladi. Tushunasizmi? Shuning uchun bitta nozik jihati bor, vaqt imkoniyat beradi, lekin natija bermaydi. Kimdir vaqt ichida tajriba orttiradi, zarba yeydi, hayotdan charchaydi. Ana shu nuqtada inson tanlaydi. Yo uyg'onadi, yoki bo'lmasam eski holatida qoladi. Shuning uchun vaqt o'zgartirmaydi. Insonni bir xil aytadi-yu, vaqt ko'rsatadi deganga bekor gap ekan. Umuman bu narsani o'zingizlarda hech qachon qo'llamanglar. Men sizlarga bekorga har kuni imkoniyat deb aytmayapman. Hatto bu haqida aytdim-ku, har bir anaqa kun kelayotgan, har bir kun ertalab uyg'onganimizda gapirar ekan. Voy, mendan foydalanib qol, ertaga javobi bordir. Tushunasizlarmi? Shuning uchun vaqt o'zgartirmaydi insonni. Insonni o'ziga bog'liq hamma narsa. Vaqt ichida inson o'zini o'zgartiradi yoki yo'q. Chunki o'tda muroqaba, ya'ni ichki holatdan kelib, ichki holatini kuzatuvga olish, zikr, ongli kurash o'zgartiradi. Bu masalan sizlarga haligi bir xil aytadi-ku, Alloh meni anaqa qiladi, men hech nima qila olmayman deb. U boshqalarga nisbatan aytiladi. To'g'ri, bu bilan nima endi o'ylash kerak emas-ku, Alloh meni o'zgartiradi, men hech nima qila olmayman deb o'tiraverish kerak emas-ku. To'g'rimi? Bu yerda ikki holatda tushunish mumkin. Misol uchun inson tomonidan bo'ladigani qanday bo'ladi? Alloh qoidani shunday qo'ygan. Ya'ni Qur'oni Karimdan olamiz. Alloh qavmning holini o'zgartirmas. Ular o'zlarini o'zgartirmaguncha degan oyatda bilasizlar. Ya'ni bu yerda inson irodali bo'lishi kerak. Irodali bo'lib harakatga tushish kerak. Nafs bilan kurashish kerak. Mana shu narsa insonning zimmasida. Iroda, harakat, nafs bilan kurash. Ana endi ikkinchisi Allohning irodasi deganda ayrim insonlarga shunday ham osongina Alloh o'zi istagan bandalariga. Bu mana shuni ko'pchilik mana shuni olib harakat qilmay o'tiraverishadi umuman. Bunaqasi bo'lmaydi. Nima uchun bizani Alloh taolo harakat qil tur dedi. Hatto chaqaloqni tug'ilishida ham chaqaloqga ham o'ziga yarasha gapirgan. Chiq dunyoga, bo'ldi, sen rivojlan, yuksal, men tomonga harakat qilib bosqichma-bosqich yetib kelasan degan ma'noda chaqaloqni o'ziga ham, onani qornidagi chaqaloqni o'ziga yarasha gaplashgan. Chaqaloq ham xohlamagan onani qornida o'tirish. Xuddi inson hozirgi holatida komfort zonada o'tirishi mana shu onani qornidagi chaqaloqni o'tirishi kabi. Komfort zonadan chiqib kelmaydi. Yumshoqqina o'rnida o'tirib, qo'zg'algisi kelmaydi.
O'shaning uchun mana shu nafsni bekorga aytmayapman. Nafs qimirlagisi kelmaydi. Qo'rquv vahmalar, har xil bo'lmas bir nimalar bilan insonni yo'ldan chalg'itadi. Ya'ni bir tariq bahonalar bilan. Alloh irodasi deganda o'sha ayrim insonlarga shundoq ham Alloh yetkazadi deganim, Alloh o'zi yetkazmasa mana shu nima qilolmayman deydiganlar bor. Bu Alloh o'zi istagan qalbni burib qo'yadi. Hech kutilmagan paytda. O'zi istagan insonlarda mana qalbi yumshaydi, ko'zi ochiladi, basirat ko'zi ochiladi. Inson uyg'onib ketadi. Xohlagan g'aflat ko'zdan aniq holatida yurmaydi. U doim izlanishda bo'ladi. Alloh xohlagan bandasiga bersa agar. Lekin hammaga emas, istasam hammani shundoq qilib qo'yishim mumkin edi degan Alloh taolo. Yo'q, ko'rasizlarmi? Hammani xohlaman, hammani ixtiyoriga berdi. O'shaning uchun buni sizlar to'g'ri tushunishingiz kerak. O'zi istagan bandalariga deganda, yo'q, men harakatdan qolmasligim kerak. Alloh uni o'zi istagan bandalariga, hop mayli berib qolarmanga, lekin men harakatdan to'xtamasligim kerak. Bizani harakatga buyurgan-ku, deb turib harakatda bo'lishimiz kerak. Alloh kimni istasa, uni qalbini islomga keng qilib qo'yadi. Oyatda. Hop, xulosa qilsak, mana inson harakat qiladi, Allohdan barakatni olaveradi. Lekin inson umuman harakat qilmasa-chi, Allohni lutfiga ham ochilmaydi. Albatta o'zgarish harakatdan boshlanadi. Lekin Allohning iznisiz mukammal bo'lmaydi. Insonni harakatiga qarab, o'z-o'zidan yo'llar ochilib boradi. Inson o'shaning uchun o'zgarishga harakat qilmas ekan, bu shu ketishda shundoq vaqtini, umrini bekordan bekorga o'tkazib yuborgani qoladi. Shuning uchun nafsni illyuziyalarga aldanmanglar. O'zinglarni ustinglarda ishlab qolinglar, o'zinglarni ustinglarda iloji boricha vaqt yo'qotmagan holda foydalanib qolinglar. Bizga imkoniyat Alloh taoloning. E'tiboringlar uchun rahmat kattakon. Hammanglarga salomat bo'linglar. Sizlarni mana shu chilla kursida kutib qolaman. Keyingi chatada Xudo xolisa ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.